Biz navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu yerga ham mana gaz yaxshiligini hisobiga Vayland T7 kotyolni 22 taligidan o'rnatib berdik. Hozir как раз испытание jarayoni ketyapti. O'sha har doimgidek tok ko'paytirib bergich, stabilizator va hozir ichkarida radiatorlar o'rnagan xonalarni ko'rsatamiz. Bu obyektimizni ko'rsatadigan bo'lsak, mana G shaklda solingan uyimiz hozircha mana shu qismiga o'rnatib berildi. Bu yer shu bir 130-140 kvadrat atrofida chiqadigan obyektimiz. Narigi tomoniga hali o'rnatilmadi. Endi o'rnatamiz. O'shaning hisobiga bu yerga ham shu 22 talik kotyoldan o'rnatib berdik. Hozircha hop испытание ketyapti. Mana shu montajlarimizni shu polda tagidan qilib sifatli materiallardan qilib berilgan. Ichkaridagi xonani ko'rsatadigan bo'lsak, ichkariga ham o'rnatib berilgan. Jami bo'lib 8 ta radiator o'rnatib berilgan. Hammasini polda tagidan qilib olib kelib berganmiz. Hozir испытание ketyapti zo'r. O'sha issiqlik yetib kelgan, xudo xolasa bu yil qishdan qo'rqmasdan chiqishaveradi. Jami bo'lib shunda 8 ta emas, 9 ta radiator ketgan ekan. Bu xonadonimiz mana G shaklda mana dushgacha qilingan. Bu yerga jami bo'lib 9 ta radiator o'rnagan. Bu yerga ketgan xarajatlarni aytadigan bo'lsak, kotyol, radiator, usta haqqi, materiallar hammasi bo'lib turib 22 million 800 ming so'm pul ketibdi. Mana shunday holatga olib kelishga deyarli 130 kvadratli obyektga. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib beraveramiz, xudo xolasa.